Ko'pincha uyga charchab kelamiz kechki payt. Xudo orqamizga qarasang, nima ishlar qilgan ekanman o'zi desa, tayinli bir pichoq qilinadigan narsa yo'q. Yoki kun bo'yi Supermenga o'xshab unga yordam berib, bunga yordam berib yuramizda, o'zimizning asosiy ishlarimiz qolib ketadi. Yoki muhim bizga katta natija beradigan ishlarni keyinga surib boraveramiz. Bu darslikda hammamizda uchrab turadigan muammo 200% harakat qilib, 2% natija olishimizning sababini ko'rib chiqamiz. Agar sizni ham hayotingizda bu narsa tez takrorlanib turadigan bo'lsa, like bosing va biz videoni davom ettiramiz. Ismim Habibulloh Karimov. 5 yildan beri xodimlarni o'qitish va rivojlantirish yo'nalishida ishlab kelaman. 40 tadan ko'p kompaniyalarga shu ichki xodimlarni rivojlantiruvchi maktabini qilib berganmiz. Uning ichida Ahmati, Zarqand, Novey, Saushkin, Malshudomik va bir qancha boshqa brendlar bor. 1000 tadan ko'p video darslar tayyorlaganmiz xodimlarni rivojlantiruvchi va ishlagan kompaniyalarimizda sotuvchilarning savdosi 6,5 baravargacha oshishiga erishilgan. Bu tayyor darslik deb hisoblasangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi instrumentlarni ishlatib, ancha kunlaringizni samarali o'tkazishni, ya'ni kuningizdan, haftalaringizdan, oylaringizdan ko'proq narsani, ko'proq natijalarni olib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pincha biz vaqtim yo'q deb katta ishlarni keyinga surib boraveramiz, lekin tegini bundoq olib qoladigan bo'lsa, nima o'zi ish qilyapman deb bitta qog'ozga tushiradigan bo'lsangiz, bir tayinli ishni ko'rmaydigan bo'lamiz. Meni o'zimda bitta odat bor. Mana shunaqa holatlarda shu ko'pincha qanaqa natijalarim o'zgarmasa, bir xillik ko'payib ketsa, bir 2-3 oy davomida qanaqadir natijalarim o'smaydigan bo'lsa, bitta ish qilaman, o'shandan keyin kelayotgan birinchi, ikkinchi haftani o'zida shundoq o'sish bo'lishi boshlaydi. Buni sal turib sizga aytib beraman. O'zi vaqtimizni samarali boshqarish bo'yicha mana aytishadi, time management deyshadi. Time management nima degani? Agar to'g'ridan-to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, vaqtni boshqarish. Lekin vaqtni boshqarsa bo'ladimi? Masalan, ertalab soat 9 da ishga borishingiz kerak, qarasangiz 8:30 bo'libdi. To'xta, 9 bo'lmay turib soat strelkasiga qanchalik osilsa ham bu narsani to'g'rilay olmaymiz albatta. Nima qilamiz? O'zimizning ishlarimizni to'g'ri rejalashtirish orqali vaqtimizdan unumli foydalana olamiz. Time management bo'yicha, ya'ni vaqtni samarali boshqarish bo'yicha bilmadim 100 tadan ko'p kitoblar bor. Ya'ni YouTube'ga kirsangiz ham juda ham ko'p bu bo'yicha kontentlar bor. O'shalarni eng mag'zi 3 ta narsaga kelib taqaladi. Mana shuni hozir siz bilan o'tamiz. Birinchisi bu ishlaringizga ustuvorlik berish, ya'ni prioritet berish. Ikkinchisi ularni endi rejalashtirish. Bu narsani qachon qilaman? Va uchinchisi nazorat. Keling bularni har birini bitta-bittalab ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu ishlarimizga ustuvorlik berish dedi. Bu nima degani? Biz mana yashirkanmiz, har xil vazifalarimiz bo'ladi. Bizning o'zimizning qiladigan ishlarimiz, rahbarlar nimadir bizga buyurib qolishdi, uyimizdagilar nimadir aytib qolishdi, hamkasblarimiz va hokazo. Inson ijtimoiy mavjudot, odamlar bilan aralashib, ular bilan muloqotda yashaydi. Tabiiyki, unda har xil vazifalar bo'ladi. Mana shularning ichidan sizga agar haqiqatda katta natija beradigan ishlarni saralab olib, uni olib o'shalarni bajarmaydigan bo'lsangiz, mayda sizga natija bermaydigan ishlar bilan tez sizni kundaligingiz to'lib qolaveradi. Keling buni oddiy misol bilan ko'rib chiqamiz. Bloknotingizga har kuni ertalab qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni yozasiz. 1, 2, 3, 4, 5 ishlarni yozasiz. Bilasizmi, o'shani birinchi bo'lib qaysinisidan boshlaysiz? Birinchi bo'lib eng osonidan boshlaysiz. Chunki bizning miyamiz energiyani eng ko'p sarflaydigan organlardan bittasi. Tabiiyki, u o'zining energiyasini saqlab qolgisi keladi. Qiyin ishlar emas, oson ishlarni, tezroq bitadigan ishlarni birinchi bajaradi. Undan keyin qaysi ish qilamiz desa, undan keyingi eng oson ishni qilamiz. Xuddi masalan, bizda bitta katta ish bor, har qatda bizga katta natija beradi, lekin bunda bloknotimizga qaraymiz-da, yo'q, buni sal xaliroq qilaman. Hozir birinchi mana osonlarni bitirib olay deymiz-da, bitta-ikkita buni bajaramiz. Keyin bunichi obeddan keyin, bitta katta vaqt ajrataman-da, o'shanda bajaraman deymiz-da, obeddan keyinga suramiz. Obeddan keyin energiyamiz qolmaydi. Buni ertaga endi svejiy kallaga ertalabdan bajaramiz deymiz-da va shu tariqa bizda katta natija beradigan ishlarimiz keyinga surilib boraveradi. Time managementda eng mag'zlarini birinchisi bu vazifalarimizga prioritet bera olishimiz kerak. Biz bloknotga vazifalarimizni yozayotganda uni qaysi birini birinchi qilishimizni ham yoniga qayd qilib qo'yishimiz kerak. Va shu qayd qiladiganlarimiz albatta bizga eng katta natija beradigan ishlar bo'lishi kerak. Bitta misolni keltirib ketaman. Ko'pchiliginglar buni eshitgansizlar, lekin juda ham bir shunga asos bo'ladigan narsa bo'ladi. Bitta professor guruhga kirib kelibdi va stol ustiga bankani qo'yibdi. 3 litrli bankani.
va uning ichini katta toshlar bilan to'ldiribdi. Va talabalardan so'rabdi. Banka to'ldimi deb. Talabalar ha, to'ldi deyishibdi. Keyin stol tagidan maydaroq toshlarni olibdi-da, bankaning ichiga to'kib yuboribdi. Bir silkitgan ekan, hamma o'sha mayda toshlar u yoqqa kirib ketibdi. Keyin so'rabdi, to'ldimi desa, ha, to'ldi deyishibdi. Keyin stol tagidan qumni olibdi-da, bankaning ichiga to'kib yuboribdi. Bir silkitgan ekan, bu qumlar ham bankaning ichiga kirib ketibdi. Endi-chi desa, o'quvchilar endi aniq to'ldi deyishibdi. Keyin professor stol tagidan bir stakan suvni olibdi-da, uni quyib yuboribdi. Suv ham bankaning ichiga shimilib ketibdi. Va professor o'zi aytibdi, ana endi to'ldi debdi. Endi buni mag'zini aytaman debdi. Katta toshlar bizning hayotdagi asosiy maqsadlarimiz. Bizga katta natija beradigan ishlarimiz. Mayda toshlar bo'lsa, shu katta bizga natija beradiganga olib boruvchi mayda qadamlarimiz debdi. Suv va qum esa bizga na foydasi, na zarari bo'lgan vaqtimizni bekorga o'g'irlaydigan narsalarimiz debdi. Endi sizlarga savol debdi professor. Agar men bankani qum va suv bilan to'ldirib qo'yganimda, katta toshlar bunga sig'armi debdi. Albatta yo'q, sig'maydi. Xuddi shunaqa narsa. Banka bizning hayotimiz. Bizning kunimiz, haftamiz, yilimiz, nima desa deylik, bizning hayotimiz. Mana shuning ichini bizga foydasi ham, zarari ham keltirmaydigan ishlar bilan to'ldirib qo'yadigan bo'lsak, bizga katta natija beradigan ishlarga, katta toshlarimizga xullas joyimiz qolmaydi. Xo'p, time managementni birinchisi bu vazifalarga ustuvorlik berishdi-da, o'sha katta toshlarni tanlab olishdi-da. Endi ikkinchisi rejalashtirish. Mana shu narsalarni qachon bajaraman? Ko'pincha insonlar katta ishlarini hammasini bir kuniga yozib oladi. Bir 10 ta katta ish yozib oladi. Chunki hammasi muhim narsalar, bajarib bo'lib turibdi, tez bajarish kerak. Uni bittasini yo nari borsa ikkitasini bajaradi, keyingi kunga o'tkazadi va shu tariqa yana surilib boraveradi. Va men vaqtimni to'g'ri boshqara olmas ekanman deb turib, qanaqadir o'zidan xafagarchilik, depressiyaga tushib boshlaydi. Buni oddiy yana bitta misol bilan tushuntiraman. Uyingizga keldingiz, yomg'ir yog'ayotibdi. Tomingizdan bir chakka o'tib, uylaringizdan bir har xil bir 10 ta teshikdan chakka o'tib yotibdi-da. Mana shu yerda nima qilasiz? Tog'orani olib, bitta tog'orangiz bor. Olib, mana hamma suvlarni, har bitta teshikni ketidan yugurib yuradigan bo'lsangiz, bu to'g'ri qanchadir miqdorda suv yerga tushmaydi, lekin sizga unaqa katta natija keltirmaydi. Eng to'g'ri yechim tomga chiqib, bitta bu teshiklarni yopish. To'g'ri, mana bu bitta teshikni yopayotganingizda 9 ta joydan chakka o'tib yotgan bo'lishi mumkin, lekin o'tib yotursin. Jala qo'ysan, bo'kib ketsin. Lekin bitta bularni yopadigan bo'lsangiz, tez orada hammasini yopib tashlagan bo'lasiz. Xuddi shunaqa. Mana bu katta toshlarni bajarishi ham hammasini bitta kunimizga emas-da. Buni qachon qilaman? Mana bu narsalarni bugun qilmayman. Buni ertaga, buni indinga, buni keyingi oy bajaraman deb turib, har bitta vazifalaringizni bajariladigan kunlarga sochib tashlash kerak bo'ladi. Time managementni 3-chi eng mag'zlaridan biri bu nazorat qilish. Nima uchun kerak nazorat? Bizni masalan 1, 2, 3, 4 vazifalarimizni yozdik. Nazorat qilishni ikkita eng katta foydasi bor. Birinchidan o'zimizga qaytarish. Mana bu 4 ta ishim bor edi, 3tasini bajaraman. Bittasi ertangiga qoldi. Nima uchun ertangiga qoldi? Chunki mana bu sababga ko'ra. Va ikkinchisi, har bitta bajargan ishimizni kimdirlar bloknotida bundoq chiziq qilib o'chirib tashlaydi, kimdirlar yoniga ptichka qo'yadi, kimdirlar yashil qilib qo'yadi. Qanaqa bo'lgan taqdirda ham mana shu bitta ptichka qo'yganimizda ichimizda ham bitta xursandchilik garmoni bitta ting bo'ladigan bo'ladi-da. Mana shu narsa borib o'zimizga bo'lgan ishonchi ham ortishiga sabab bo'ladi. Buni bajardim. Odamni miyasidan katta ish, kichkina ish degan narsa yo'q-da. Ishmi ish. Oddiy Telegramimizda masalan qanaqadir сообщение keldi-da, OK deb yozilgan. Ustini o'zidan ko'rinib turibdi uni nima degani. Biz baribir albatta uning ichiga kirib qo'yamiz, to'g'rimi? Xuddi bu hamcha bizga mayda bo'lsa ham bajarilmagan ishdek bo'lib turadi. Kimdirlar bundoq qaysidir gruppalarga kiradi, bundoq strelkani pastga tushirib yuboradi. Mana shu narsa yonib turmasin debdi. Va mana shu rejalashtiryapmiz, ishlarni bajarib boryapmiz, atmetka qilib boryapmiz. O'zimizga bo'lgan ishonchni ham orttirib boradi bu narsa. Endi boyiga aytganim, o'zimda shu ko'pincha bir xillik ro'y beradigan bo'lsa, 2-3 oydan beri natijalar o'zgarmaydigan bo'lsa, nima qilaman? Shunda o'tirib, bitta qog'ozga 5 ta yoki 10 ta menga eng yaqin orada eng katta natija keltiradigan ishlarimni yozib chiqaman. Masalan, kimdirdan borib pul olish kerak, borib qaysidir mijoz bilan borib shartnoma tuzib kelish kerak,
jamoada mana bu narsani to'g'irlab kelish kerak va hokazo. Bu narsalarni ko'pincha keyinroq qilaman deb surib yurgan bo'lamiz. Lekin aynan shular bizga katta natija keltiradigan bo'ladi. Ya'ni top 5 ta yoki 10 ta menga eng tez va ko'p natija beradigan yoki daromadimni oshishiga sababchi bo'ladigan ishlarni spiska qilaman va keyingi haftasiga shu narsalarni bajarib tashlayman. Juda ham qolib ketsa, undan keyingi haftada. Mana shunday natijalar o'sishni boshlaydi. Mana shu 3 ta instrumentni ishlatib, hayotingiz davomida juda ham ko'p yaxshi, barakali natijalarga erishishingizni tilab qolaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yana kimlarga bu foydali bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz, ularga yuborib qo'ying. Ularning ham natijalari yaxshiroq bo'lishiga sababchi bo'lib qoling. Bularning ichida o'zingizga eng yoqqan bitta instrumentni izohlarda qoldiring. Bularni o'qib xursand bo'lamiz.